Qizlar, hozirgi paytda kuzda judayam yuz qurib ketadi. Sizlarga byudjetniy kosmetika, lyuks kosmetikani o'rnini bosadigan, baravar ishlab beradigan kosmetika tavsiya qilmoqchiman. Buni полностью ishlatib bo'ldim. Честно, отзыв berish uchun men har doim kosmetikani boshidan oxirigacha хотя бы minimalni 1 oy ishlataman. Birinchisi losyon. Menga juda ham yoqdi. Buni, конечно, голубойsi ham bor. Hozirgi kuzgi paytda menga mana shu qizili. Chunki qurish jarayoni kuchayadi. Поэтому красный лосьон. Yozda mana shuni ishlatdim полностью. Men juda ham yaxshi ko'raman sivorotka losyonlarni. Chunki molekulasi juda ham kichkina bo'lgani hisobiga chuqurroq kiradi ichkariga. Shey dekolte esdan chiqmasin qizlar. Deyman, bo'yinlarni orqalari bilan, quloq orqalari bilan. Chunki mana shu joylarda juda ham ko'p ajin yig'iladi. Koja juda ham yupqa bo'ladi. Losyonlarni, sivorotkalarni hali juda ham qurib ketmaganda koja suringlar. Namligida shu artin deylar, srazu surib ol deylar. Shunda effekti zo'rroq bo'ladi, chuqurroq kiradi. Keyingi etap молочко. Men yoqtirmayman qalin kremlarni. Shuning uchun молочкоga o'xshagan yengil, yumshoq kremlar menga ko'proq yoqadi. Eng главныйsi komedon uyg'otmaydigan, komedon qilmaydigan, pora забивать qilmaydigan kremlar ko'proq yoqadi. Uchinchi etap SPF. Hozirgi paytda menga juda ham yoqadigan SPFlardan bittasi BCN. Menga bundan keyin состояние кожи ko'proq yoqadi. Plyonkaga o'xshab yopib tashamaydi yuzni, kojani. Keyin уже CC'ni ham sursanglar yaxshiroq suriladi. Hamma kremlarni, losyonlarni masajными движениями qilsanglar, отекlarni ham oladi. Kechqurungi lifehack. Hammani vaqti yo'q-ku, bolasi bor, eri bor, qaynona, hammani bahonasi ko'p. Mana ikkalovini aralashtirasizlar. Maskaga o'xshab qo'yib qo'yasizlar и время засекать qilasizlar. Ozginadan keyin o'zi kerakligini pitach qilib oladi koja. Keyin qolganini masajными движениями распределить qilasizlar. Sizlardan faqat erinmasanglar bo'ldi. So'radinglarmi? Бюджетный. Вот вам бюджетный, достойная косметика. Так, men makiyajga tayyorman. Sizlarga yaxshi kayfiyat. Попробуйте, девочки, не пожалеете.